Assalomu alaykum hammaga. Всем здравствуйте. Rasulbek bilan rubrikamiz bugun yana davom etadi. Bugun уже kelbetlikning ikkinchi so'rovi, ya'ni kimning degan ikilikmandagi so'rovga so'rov berib ham almaslar bilan javob beruvni o'rganamiz. Bugun Rasulbek siz ma'gan so'rov beradi, men javob beraman. Чья кепка? Это твоя кепка. Чья ручка? Это твоя ручка. Чей телефон? Это мой телефон. Чей маркер? Это наш маркер. Чья игрушка? Это его игрушка. Чья баклажка? Это твоя баклажка. Чья баклажка? А это моя баклажка. Bugungi so'rov javobimiz sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ham sizlar soni o'zlaringiz o'rganib ishlatasiz degan umiddaman. Ma'lumotlarimiz ham eshitganlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, Rasulbek ikkovimizda qo'llab-quvvatlang, ham like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling, ham do'stlaringizga beruvni unutmang. До свидания. Пока.